Uchtepa tumani istirohatda joylashgan shinamgina bo'lgan 4 sotuvli, lekin eski hovlimizni obzor qilib beraman. Narxi uyga yarasha chotki ko'ramiz. Bu ko'chadan istirohat Salisuitani ro'parasi bo'ladi. Kirib kelganda chapga kirib kelasizlar. 4-mi xonadon bo'ladi. Fasadimiz yetarlicha katta, ko'rsanglar bo'ladi. Ko'chalarni mana qo'shnilarni ahil, o'zbek, zo'r mahalla. Fasadi ham, zahvati ham yetarlicha katta bo'lgan. Ko'ryapsizlar, ziloniy zonalari, daraxtlari hammasi ekilgan. Xo'sh, yo'ldan kirib borganimizda to'g'rida uyimizning asosiy qismi joylashgan. Umumiy 8 ta xonasi bor. Xohlasanglar buzib qursanglar ham bo'ladi yoki bitta rekonstruksiya qilib yashasanglar ham bo'ladi. O'zimizning O'zbekona Fayzli mahalladan joy qidirayotgan, shtab yaqin, Ko'kcha masjid yaqin, istirohat shu atrofdan qidirayotgan akalarimizga bemalol yuborsanglar bo'ladi. Uyi egalarini nomeri bilan reklama qilamiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'lishga majbursizlar.